Beshinchi qadam biznesga taklif qilish. MBR Life biznesda do'stlarimiz, tanishlarimiz va qarindoshlarimizni uchrashuvga taklif qilishdan asosiy maqsad ularni biznes imkoniyati bilan tanishtirishdir. Ya'ni biz insonlarni majburlamaymiz. Biz ularga faqat imkoniyatni ko'rsatamiz, tanlash esa ularning o'zining qo'lida. Taklif qilish jarayonida ikkita muhim qoidaga amal qilishni maslahat beraman. Prezentatsiyadan oldin biznesni tushuntirmang. Ya'ni taklif qilingan inson bilan kompaniya, biznes modeli, daromad tizimi haqida oldindan uzoq gaplashmang. Chunki siz noto'liq ma'lumot berib qo'yishingiz mumkin. Yoki insonda noto'g'ri tasavvur paydo qilib, undan yo'q javobi olishga sababchi bo'lib qolasiz. Natijada u biznesga kelmaydi va sizga yo'q degan javobni beradi. Insonda qiziqish uyg'oting. Taklif qilishdan asosiy maqsad insonda qiziqish uyg'otish. U sizdagi ishonchni, hayajonni, samimiyatni ko'rsa, u uchrashuvga albatta keladi. Chunki bu uchrashuv uning uchun juda qiziq bo'lishi aniqligini sezadi. Taklif qilinadigan insonlarni ikkita guruhga bo'lib chiqsak bo'ladi. Bu qaysi guruhlar? Birinchi guruh bu yaqin do'stlar va yaqin qarindoshlar. Ularga taxminan shunday deyish mumkin. Yaqinda men Travel Advantage platformasi orqali sayohat va daromad qilish imkoniyatini beruvchi biznes bilan tanishdim. Bu biznesni senga darhol yoqadi deb kafolat bermayman, lekin agar jiddiy yondashsang bu yerda yaxshi imkoniyatlar bor deb o'ylayman. Shundan keyin ular odatda quyidagi savollarni berishadi. Bu qanaqa biznes? Nima qilish kerak? Qancha daromadi bor? Qonuniymi? Hujjatlari bormi? Shunga o'xshash savollar. Bu holda shunday javob berish mumkin. Bu haqda qisqacha tushuntirib bo'lmaydi. Biznes modeli, sayohat platformasi va daromad tizimi haqida agar to'liq tushunishni xohlasang, kamida 1-2 soat vaqt ber. Agar qiziqsang, bir kun kel, bir uchrashib, barchasini hujjatlar va prezentatsiya orqali tushuntirib bersam to'g'riroq bo'ladi. Javobingiz aynan mana shunday bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh. Bu yoshi kattaroq yoki lavozimi baland insonlar. Bunday insonlar bilan muloqot boshqacharoq bo'ladi. Masalan, yaqinda Travel Advantage platformasi orqali ishlaydigan bir biznes imkoniyati bilan tanishib chiqdim. Juda menga yoqdi. Menimcha bu qiziq va istiqbolli model. Lekin bu biznesni to'g'ri baholash uchun tajribali insonning fikri ham menga juda muhim deb o'ylayman. Agar imkoniyat topsangiz, lozim topsangiz, 1-2 soat vaqt ajratib bersangiz, men sizga bu imkoniyatni ko'rsatmoqchi edim. Menga maslahatingiz kerak. Va bu maslahat men uchun juda ham muhim. Bu usulda insonda hurmat, qiziqish, ishonch uyg'otadi. Ya'ni mendan maslahat so'rab, borib maslahat bersam yomon bo'lmaydi deb o'ylaydi. Taklif qilishda muhim qoidalar bor. Birinchisi bu samimiy bo'ling. Insonlar sizni gapingizdan ko'ra harakatingizga, energiyangizga, ishonchingizga ko'proq ahamiyat berishadi. Taklif qilishdan oldin lideringiz bilan mashq qiling. Ssenariylarni tayyorlab chiqing, savollarga javoblarni o'rganing. Bu sizga ishonch bag'ishlaydi. Tafsilotlarni ochmang. Ya'ni taklif vaqtida daromad, bonuslar, to'liq biznes rejasi, bular haqida gapirmang. Bu ma'lumotlarni prezentatsiya paytida tushuntirib beriladi. Savollarga to'g'ri javob bering. Agar inson ko'p savol beraversa, do'stim, shoshilmaslikni tavsiya qilaman. Bu biznesni to'g'ri tushunish uchun to'liq prezentatsiya o'tish kerak. 1-2 soat vaqt ajratsang, barcha savollaringga javob olarding. Javobingiz xuddi shunday bo'lishi kerak. Kafolat haqida savol berishsa, agar inson shunday desa, bu biznesdan muvaffaqiyatga kafolat bera olasizmi? Sizning javobingiz shunday bo'lishi mumkin. Agar biz birga ishlasak,
o'qishga va harakatga tayyor bo'lsangiz, bu biznesda yaxshi natijaga erishish mumkin. Lekin ishlamasdan turib hech narsaga biznes kafolat bera olmaydi. Salbiy fikrlarga tayyor bo'ling. Bu normal holat. Ayrim insonlar bu MLM emasmi, bu piramida emasmi, shunga o'xshash savollarga tutishi mumkin. Bu holda shunday desangiz to'g'riroq bo'ladi. Bu savolingiz juda to'g'ri, lekin buni qisqa tushuntirib bera olmayman. Travel Advantage bu sayohat industriyasidagi platforma. Agar vaqt ajratsangiz, barchasini aniq va tushunarli qilib ko'rsatadi. G'ururli insonlar bilan gaplashganda, men bu biznesni bilaman desa, shunday deb javob bersangiz bo'ladi. Juda yaxshi. Lekin bu modelning barcha detallarini bilish oson emas. Masalan, Travel Advantage platformasidagi daromad tizimi, misol Lifestyle Mall yoki sayohat imtiyozlari haqida eshitganmisiz? Agar qiziqsangiz, bitta uchrashuv belgilasak, barchasini sizga ko'rsatib bergan bo'lardim. Mana shunday javob bersangiz, unda sizga nisbatan ishonch uyg'onadi. Tayyor bo'lmagan insonlarni shoshiltirmang. Agar insonda vaqti yo'q, qiziqishi yo'q, shunga o'xshash omillar bo'lsa, uni majburlamang. Balkim 2-3 oydan keyin u tayyor bo'lib qolishi mumkin. Bu biznes tez bosh biznes sxemasi emas. Bu tizimli va barqaror rivojlanish yo'li hisoblanadi. Iltimos qilmang. Siz insonlardan ish so'ramayapsiz, yordam so'ramayapsiz, qarz so'ramayapsiz. Siz ularga imkoniyat beryapsiz. Shuning uchun ishonch bilan gapirishni o'rganing. Avval munosabat quring. Agar insonni yaxshi tanimasangiz, avval bilan muloqot qilib ko'ring. O'rganing. Munosabat quring. Keyin esa albatta taklif qiling. Bu usul ice break deb ataladi. Lideringiz bilan ishlang. Hech qachon lideringiz bilan maslahatlashmasdan odam chaqirmang. Prezentatsiya o'tkazmang. Chunki tajriba bu yerda eng muhim o'rin tutadi. Uchrashuvni oldindan rejalashtiring. Taklif qilishdan oldin vaqti, joyi, holati aniq bo'lishi lozim. Reja bir kun oldin tayyor bo'lishi sizga ishingizni oldinga bir qadam yurishiga sababchi bo'ladi. Shu joyda bir fikrni aytmoqchiman. Biznesda katta natijalar katta guruh insonlar bilan ishlash orqali keladi.